Hammaga Rossiyada prava mashina haydashga prava olmoqchi bo'lganlar uchun bag'ishlanadi bu videomiz. Demak, avtoshkolada o'qiganingizdan keyin teoriyadan imtihon, kompyuterda test savollari yechishingiz kerak bo'ladi. 40 ta bilet bor. Har bir biletda 20 tadan savol bor. Xo'p, shulardan birinchi biletdan boshlaymiz. Kategoriya A va B. Birinchi bilet. Xo'p, ruschasini qora harfda yozilgan, o'zbekchasi qizil harfda, yashildagi to'g'ri javob. В каком случае водитель совершит вынужденную остановку? Qaysi holatda haydovchi majburiy to'xtashni amalga oshiradi? Остановившись на проезжей части из-за технической неисправности транспортного средства. Transport vositasining texnik nosozligi sababli yo'lda to'xtashi. To'g'ri javob shu ekan. Ikkinchisi. Разрешен ли вам съезд на дорогу с грунтовым покрытием? Tuproq bilan qoplangan yo'lga chiqishga ruxsat etiladimi, mumkinmi deyapti. Bu yerda 3 ta javob keltirilgan. To'g'risini yashilda belgilaganman. Разрешен, mumkin. Uchinchisi. Можно ли вам остановиться в указанном месте для посадки пассажира? Yo'lovchini chiqarish uchun ko'rsatilgan joyda to'xtashingiz mumkinmi? Можно, mumkin. To'rtinchisi. Какой из этих знаков запрещает движение водителям mopedов? Ushbu belgilarning qaysi bir moped haydovchilarining harakatlanishini taqiqlaydi? Rasmda ko'rib turibmiz. Hammasi. To'rtinchi javob to'g'ri. Beshinchi savol. Вы намерены повернуть налево? Где следует остановиться, чтобы уступить дорогу легковому автомобилю? Siz chapga burilmoqchisiz. Yengil avtomobilga yo'l berish uchun qayerda to'xtashingiz kerak? Rasmda ko'rib turibmiz. Перед перекрестком у линии разметки. Chorrahadan oldin yo'l belgisi oldida chiziqda to'xtash kerak. Uchinchisi. Oltinchi savol. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? Yashil svetoforning miltillashi nimani anglatadi? To'g'ri javob. Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен запрещающий signal. Harakatga ruxsat beradi va tez orada taqiqlovchi signal yo'qolishi haqida xabar beradi. 7-chi savol. Водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота рукой. Haydovchi burilish chiroqlarini qo'l bilan qachon yoqish kerak? To'g'ri javob. Mana 1, 2, 3 javoblar keltirilgan. 4-si. Во всех перечисленных случаях. Yuqoridagi barcha holatlarda. 8-chi savol. Как вам следует поступить при повороте направо? O'ngga burilmoqchisiz. Buni qanday amalga oshirish kerak? Rasmda ko'rib turibmiz. To'g'ri javob. Возможны оба варианта действий. Ikkala variantdan foydalansa bo'ladi. 9-chi savol. По какой траектории вам разрешено выполнять разворот? Qaysi trayektoriya bo'yicha qaytish mumkin? Rasmda ko'rib turibmiz. A, B. To'g'ri javob A. 10. С какой скоростью вы можете продолжить движение вне населенного пункта по левой полосе на легковом автомобиле? Yengil avtoulovda chap bo'lakda aholi punktidan tashqarida qanday tezlikda harakatlanish mumkin? To'g'ri javob. Не менее 50 км в час и не более 90 km в час. 50 kilometrdan past emas va 90 kilometrdan yuqori emas. 11-si. Можно ли водитель легкового автомобиля выполнить опережение грузовых автомобилей вне населенного пункта по такой траектории? Yengil avtomobil haydovchisi aholi punktidan tashqarida yuk mashinasidan shu trayektoriya bo'yicha quvib o'tsa bo'ladimi?
To'g'ri javob можно. Mumkin. 12-savol. В каком случае водителю разрешается поставить автомобиль на стоянку в указанном месте? Rasmda ko'rib turibmiz, haydovchiga qaysi holatda mashinani qo'yishga ruxsat etiladi? To'g'ri javob при соблюдении обеих перечисленных условий. Agar yuqorida sanab o'tilgan ikkala shart ham bajarilsa. 13-savol. При повороте направо вы должны уступить дорогу. O'ngga burilayotganda kimga yo'l berish kerak? To'g'ri javob 3. Пешеходам и велосипедисту, piyoda va velosipedga. 14. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Кому вы должны уступить дорогу? Chorrahadan to'g'riga yurmoqchisiz. Kimga yo'l berishingiz kerak? Rasmda ko'rib turibmiz, tramvay kelyapti ikkita. To'g'ri javob 1. Обоим трамваям. Ikkala tramvayga. 15. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Chapga burilishda kimga yo'l berishingiz kerak? Rasmda ko'rib turibmiz, asosiy yo'ldamiz. Никому. 3. Hech kimga. 16. С какой максимальной скоростью можно продолжить движение за знаком? Yo'l belgidan keyin necha tezlikda harakatlanish mumkin? To'g'ri javob 4. 20 km. 17. Для перевозки людей на мотоцикле водитель должен иметь водительское удостоверение на право управления транспортными средствами. Mototsiklda yo'lovchi bilan harakatlanish uchun haydovchida qanaqa boshqaruv guvohnomasi bo'lishi kerak? To'g'ri javob 3. Только категория А или подкатегория А1 в течение 2 и более лет. Faqat kategoriya A yoki A1, 2 yoki undan ko'p yil bo'lishi kerak. 18. При какой неисправности разрешается эксплуатация транспортного средства? Qanday nosozlik bo'lsa transport vositasidan foydalanishga ruxsat beriladi? To'g'ri javob Не работает стеклоподъемник. Oyna ko'targich ishlamasa ruxsat etiladi. 19. В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на неукрепленную влажную обочину, рекомендуется. Agar avtomobilning o'ng g'ildiraklari mustahkamlanmagan nam yo'l chetiga urilsa, nima tavsiya etiladi? To'g'ri javob 3. Не прибегай к торможению, плавно направить автомобиль на проезжую часть. Tormozlanmasdan avtomobilni qatnov yo'liga sekin yo'naltiriladi. 20. Что понимается под временем реакции водителя? Haydovchining reaksiya vaqti nimani anglatadi? To'g'ri javob 2. Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по ее избежанию. Haydovchi xavfni aniqlagan paytdan boshlab undan qochish choralarini ko'rish boshlagunga qadar bo'lgan vaqt.